Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanali kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 23-bobi sud hokimiyati to'g'risidagi videorolikimizning ikkinchi qismiga to'xtalamiz. Demak, bugungi videomizda Sudyalar Oliy Kengashi haqida ma'lumotlarni aytib o'tamiz. 135-moddamizda Sudyalar Oliy Kengashi sudyalar hamjamiyatining mustaqil organi, ya'ni sudyalar korpusining shakllantirilishi, sud hokimiyatining mustaqilligining konstitutsiyaviy prinsipga rioya etilishini ta'minlaydi. Sudyalar Oliy Kengashi raisi va uning o'rinbosari prezidentimiz taqdimiga binoan Oliy Majlis Senat tomonidan 5 yil muddatga saylanadi. Aynan bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq Sudyalar Oliy Kengashi raisi va uning o'rinbosari etib saylanishi mumkin emas. Sudyalar Oliy Kengashi tashkil etilishi, uning faoliyati qonun bilan belgilanadi. 136-moddamizda sudyalar mustaqildirlar. Ya'ni konstitutsiya va qonunlarga bo'ysunadi. Sudyalarning odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatga har qanday aralashishga yo'l qo'ymaydi. Aralashuvlar qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Demak, sudyalar daxlsiz, ya'ni davlat sudyalarining va uning oila a'zolari xavfsizligini ta'minlaydi. Sudyani muayyan ishning muhokamasidan chetlatishga, ya'ni uning vakolatini bekor qilish yoki to'xtatib turishga, boshqa lavozimga o'tkazish faqat qonunda belgilangan tartibda va asoslarga ko'ra yo'l qo'yiladi. Sudning qayta tashkil etilishi, ya'ni yoki uni tugatilishi lavozimdan ozod etish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin emas. Sudyalar senator, davlat hokimiyati vakillik organlari, deputat bo'lishi mumkin emas. Demak, sudyalar siyosiy partiyalar a'zosi, siyosiy harakatlarda ishtirok etish, shuningdek ilmiy, ijodiy va pedagogik faoliyatdan tashqari haq to'lanadigan boshqa faoliyat turi bilan shug'ullanishi mumkin emas. 137-moddamizda ham ko'rsatib o'tilgan hamma sudlar ochiq ko'riladi. Ishlarni yopiq majlisda tinglashga qonunda belgilangan hollarda yo'l qo'yiladi. 138-moddamizda sud hokimiyatining hujjatlari barcha davlat organlari va boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar hamda fuqarolar uchun majburiydir. 139-moddamizda O'zbekiston Respublikasida sud ishlarini yuritish o'zbek tilida, qoraqalpoq tilida yoki muayyan joydagi ko'pchilik aholi so'zlashadigan tillarda yoki qonunga muvofiq boshqa tillarda olib boriladi. Sud ishlarini olib borilayotgan tilni bilmaydigan sudda qatnashuvchi shaxslar tarjimon orqali ish materiallari bilan to'la tanishish, sudda ishtirok etish huquqi hamda undan ona tilida so'zlash huquqini ta'minlaydi. Va 140-moddamizda sudyalarning faoliyatini moliyalashtirish faqat O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetidan amalga oshiriladi hamda odil sudlovni to'liq va mustaqil amalga oshirish uchun ularga imkoniyat ta'minlab beradi. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.